Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buyjonlar va bobojonlar. Bugun men sizlarga juda muhim xabarni tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot pensiya olayotgan har bir insonni, pensiyaga chiqish arafasida turgan fuqarolarni va ota-onasining pensiya masalasi bilan shug'ullanayotgan farzandlarni bevosita qiziqtiradi. Chunki pensiya miqdori, ustamalar, qayta hisoblash, ish staji va hujjatlar masalasida kichik bir xato ham odamning har oy oladigan puliga ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalar o'zgarmoqda? Kimlar foyda ko'rishi mumkin? Kimlar hujjatini tekshirtirish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish zarur? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni ko'proq pensionerlar bilsa, ko'pchilik o'z haqini vaqtida oladi. Men ko'p yillardan beri pensiya, ijtimoiy to'lovlar, ish staji va fuqarolarning huquqlari bo'yicha savollarga duch kelaman. Eng katta muammo shundaki, odamlar ko'pincha pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi deb o'ylashadi. Aslida esa pensiya bir marta hisoblanib, keyin umuman o'zgarmaydigan to'lov emas. Ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ustamalar qo'shilishi mumkin. Ilgari hisobga olinmagan ish staji topilishi mumkin. Yo'qolgan hujjat tiklanishi mumkin. Nogironlik boqimondalar, mukofotlar yoki ayrim imtiyozlar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar paydo bo'lishi mumkin. Avval ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Masalan, odam 35 yil ishlagan bo'lsa ham, mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri bosilgan bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, arxivdan ma'lumot topilmasa yoki ish haqi haqida ma'lumotnoma yetishmasa, pensiya kamroq hisoblanib qolishi mumkin edi. Ayniqsa, Sovet davrida ishlagan, keyin korxonasi yopilib ketgan, kolxoz, sovxoz, zavod, maktab, shifoxona, qurilish tashkilotlarida mehnat qilgan odamlar bu muammoga ko'p duch kelgan. Hozir yaxshi tomoni shundaki, ko'p jarayonlar raqamlashtirilyapti. Idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Fuqarolar o'z hujjatini qayta tekshirtirish, yetishmayotgan stajni tasdiqlash, pensiya miqdorini aniqlashtirish va ayrim hollarda qo'shimcha pul olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Men bu yerda shuni alohida aytamadim. Yaxshi xabar degani hamma odamning pensiyasi bir kunda bir xil oshadi degani emas. Yaxshi xabar shuki, o'z hujjatini to'g'ri rasmiylashtirgan, staji va daromadini isbotlagan, qonunda belgilangan imtiyozga ega bo'lgan pensionerlar o'zlariga tegishli pulni talab qilish imkoniyatiga ega. Birinchi navbatda pensioner nimani bilish kerak? Pensiya odatda 3 ta katta omilga bog'liq bo'ladi. Ish staji, ish haqi yoki daromad ko'rsatkichi, shuningdek qonunda belgilangan ustama va imtiyozlar. Agar shu 3 ta omildan bittasida xato bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Men oddiy misol keltiraman. Bir ayol 30 yil maktabda ishlagan, lekin uning mehnat daftarchasida 5 yillik davr bo'yicha yozuv noaniq bo'lgan. Pensiya tayinlanganda shu 5 yil to'liq hisobga olinmagan. Natijada uning pensiyasi har oy aytaylik 1-2 ming so'mga kam chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bir oyda bu katta sezilmasligi mumkin, lekin bir yilda 20 ming 200 ming so'm bo'ladi. Agar odam 5 yil davomida shunday kam olayotgan bo'lsa, farq yanada sezilarli bo'ladi. Yana bir misol. Erkakka kishi zavodda 1995 yildan 1995 yilgacha ishlagan. Zavod keyinchalik yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilgan. Pensiya tayinlanayotganda ish haqi aqimot topilmagani uchun pastroq ko'rsatkich asosida hisoblangan. Keyin farzandi arxivga murojaat qilib, otasining o'sha yillardagi ish haqi ma'lumotnomasini topgan. Agar bu ma'lumotnoma pensiya jamg'armasiga topshirilsa va qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda odam o'zi yurmasa, hech kim kelib sizning arxivingizdan hujjat topib beray demaydi. Shuning uchun men doim aytaman, pensionerning eng katta quroli bu uning hujjati. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak? Birinchisi, pensiya tayinlanganda staji to'liq hisobga olinmaganini biladiganlar. Masalan, mehnat daftarchasida qabul qilindi yozuv bor, lekin bo'shatildi. Yozuv yo'q yoki muhr o'qilmaydi. Ikkinchisi, turli tashkilotlarda ishlab, korxonasi tugatilgan odamlar. Uchinchisi, chet elda yoki boshqa respublikalarda ishlagan, lekin o'sha davr hujjatlari to'liq kiritilmagan fuqarolar. To'rtinchisi, nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz pensionerlik, boquvchisini yo'qotganlik kabi holatlar bo'yicha qo'shimcha imtiyozga ega bo'lishi mumkin bo'lganlar. Beshinchisi, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda
davom etganlar va keyin qayta hisoblash masalasini tekshirtirmaganlar. Kimlar juda xavotir olmasligi kerak? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, pensiya tayinlashda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, hozircha katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men hatto hujjati joyida bo'lgan odamga ham kamida bir marta o'z pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki xato har doim bo'lishi mumkin. Familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'lishi, ish davri oyida adashilgan bo'lishi, tashkilot nomi boshqa shaklda kiritilgan bo'lishi mumkin. Endi raqamlar bilan yanada aniqroq tushuntiraman. Tasavvur qiling. Bir pensioner 28 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Keyinchalik u 3 yil qo'shimcha stajni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini topdi. Agar bu 3 yil qonun bo'yicha pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Faraz qilaylik, qayta hisoblash natijasida har oy 100 ming so'm qo'shildi. Bu yiliga 1 million 200 ming so'm. Bu pul dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki nabiralarga yordam uchun juda kerak bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat, pensioner ayol farzand parvarishi davrini stajga kiritish masalasini umuman bilmagan. U yoshligida ishlagan. Keyin farzandlari kichik bo'lgani uchun vaqtincha uyda bo'lgan. Keyin yana ishga qaytgan. Ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq stajga kiritilishi mumkin, lekin buni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari va boshqa hujjatlar yig'ilsa vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Men bu bilan hamma holatda albatta pensiya oshadi demayman, lekin tekshirishga arziydi. Chunki ko'p odamlar o'z huquqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq to'lov olib kelgan. Yana bir muhim masala, pensiya oshirilishi yoki qayta hisoblanishi haqidagi xabarlarni eshitganda odamlar darhol menga ham tushadimi deb so'rashadi. Men bu savolga doim shunday javob beraman. Avvalo sizning pensiya turi, stajingiz, ish haqingiz, imtiyozingiz va hujjatingiz ko'riladi. Yoshga doir pensiya olayotgan odam bilan nogironlik pensiyasi olayotgan odamning holati bir xil emas. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Ishlab turgan pensionerning masalasi alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy gapni o'zingizga avtomatik qo'llamang, lekin befarq ham bo'lmang. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masalalarni aytaman. Birinchi nozik jihat, har qanday eski qog'oz pensiyani oshirib yubormaydi. Ba'zi odamlar uyidan eski ma'lumotnoma topadi va mana endi pensiyam oshadi deb o'ylaydi. Lekin hujjatda tashkilot nomi, sana lavozim, ish davri, imzo muhr, arxiv raqami yoki tasdiqlovchi rekvizitlar bo'lmasa, uni qabul qilish qiyin bo'lishi mumkin. Demak, hujjat shunchaki qog'oz bo'lishi emas, qonuniy kuchga ega bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, arxivdan ma'lumot olish vaqt oladi. Ba'zan odam bugun ariza beradi, ertaga javob kutadi. Aslida arxiv tekshiradi, fond raqamini qidiradi. Korxona qaysi nom bilan yuritilganini aniqlaydi. Masalan, bir tashkilot avval tuman qurilish boshqarmasi bo'lgan, keyin qurilish ta'mirlash korxonasi bo'lgan, keyin xususiylashtirilgan. Siz mehnat daftarchasida bir nomni ko'rasiz, arxivda boshqa nom bilan saqlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sabr, aniq ma'lumot va to'g'ri ariza muhim. Uchinchi nozik jihat, ayrim davrlar stajga kiradi. Ayrimlari kirmaydi yoki boshqa tartibda hisoblanadi. Masalan, norasmiy ishlagan yillarni isbotlash qiyin. Men falon joyda ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetmaydi. Guvohlar yordam beradigan holatlar bo'lishi mumkin, lekin har doim emas. Eng kuchli dalil bu rasmiy buyruq, mehnat daftarchasi, ish haqi qaydnomasi, arxiv ma'lumoti, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi ma'lumotdir. 4-chi nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshadi degan xabar chiqqan paytda ayrim odamlar men sizga pensiyani 2 barobar qilib beraman, tanishim bor, oldindan pul bering deb yurishi mumkin. Men mutaxassis sifatida aniq aytaman. Pensiya masalasida rasmiy yo'l bor. Siz pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, mahalla mas'ullariga yoki rasmiy elektron xizmatlarga murojaat qilasiz. Hech kimga pasportingizni, bank kartangizni, SMS kodini yoki pensiya kartangiz PIN kodini bermang. Pensiyani oshirish uchun bank kartaning kodi kerak bo'lmaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bu xavfli belgidir. 5-chi nozik jihat. Qo'shimcha to'lovlar har doim avtomatik tushmasligi mumkin.
Masalan, odamning nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, faxriy maqomi tasdiqlangan bo'lsa, qaramog'ida muayyan shaxslar bo'lsa yoki boshqa imtiyozli holat paydo bo'lsa, buni tegishli hujjat bilan bildirish kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlar idoralar orqali avtomatik keladi, lekin hamma narsani tizim o'zi biladi deb o'tirish to'g'ri emas. 6-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanishi uchun murojaat sanasi muhim bo'lishi mumkin. Ya'ni odam hujjatini 2022 yilda topgan, lekin 2025 yilda olib borgan bo'lsa, to'lov qaysi sanadan qayta hisoblanadi? Bu qonun va holatga qarab aniqlanadi. Shuning uchun hujjat topilgan zahoti rasmiy murojaat qilish kerak. Og'zaki so'rash yetarli emas. Ariza yozing, qabul qilingan sanasini saqlang, ro'yxat raqamini oling. Keyin sizda men murojaat qilganman degan dalil bo'ladi. 7-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'p odam pensiya chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular men ishlayapman, demak pensiyam o'zi qayta oshib boradi deb o'ylashi mumkin. Har bir holatda tartibni tekshirish kerak. Ish beruvchi siz uchun kerakli ma'lumotlarni to'liq topshiryaptimi? Mehnat shartnomangiz rasmiylashtirilganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi? Bular muhim. Agar odam norasmiy ishlasa, keyin o'sha yillarni pensiya uchun isbotlash juda qiyin bo'ladi. 8-nozik jihat. Ayollar va ko'p farzandli onalar holati. Ayrim onalar farzand tarbiyasi sabab ish stajida uzilish bo'lganini ko'rib, mening pensiyam endi baribir kam bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bu masalada qonunchilikda ayrim davrlarni hisobga olish imkoniyati bor. Buning uchun farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, mehnat daftarchasi va boshqa dalillar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa familiyasi turmushdan oldin boshqa bo'lgan ayollar hujjatlarini bir-biriga bog'lab berishi kerak. Masalan, diplomda bir familiya, mehnat daftarchasida ikkinchi familiya, pasportda 3-yozuv bo'lsa, bularni tasdiqlovchi nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjati kerak bo'ladi. 9-nozik jihat. Chekka hududlarda yashovchi pensionerlar. Ba'zan odam tuman markaziga borishga qiynaladi. Transport xarajati bor, sog'lig'i to'g'ri kelmaydi. Bunday vaziyatda farzandi ishonchli vakili yoki mahalla orqali maslahat olish mumkin. Lekin vakolatnoma masalasini to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Hamma hujjatni qo'shniga berib yuborish to'g'ri emas. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam o'zingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati bo'lsa harbiy bilet. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, faxriy yoki mukofot hujjatlari, arxiv ma'lumotnomalari, eski ish haqi ma'lumotnomalari. Hujjatlarni bitta papkaga joylang. Har birining nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana, buyruq raqami. Muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar biror joyda sana tushunarsiz bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomini to'g'ri yozilgandek ko'rinsa, shu joyni alohida belgilab qo'ying. Masalan, qog'ozga 1937-1992 yillar. Falon korxona, muhr noaniq deb yozing. Shunda pensiya jamg'armasiga borganda savolingiz aniq bo'ladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. U yerda pensiya ishimdagi staj va hisob kitobni tekshirtirmoqchiman deb aniq ayting. Faqat pensiyamni oshirib bering deyish yetarli emas. Siz qaysilar hisobga olingan, qaysilar hisobga olinmagan. Qayta hisoblash uchun qanday hujjat kerak deb so'rashingiz kerak. Agar xodim sizga og'zaki tushuntirsa ham kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. 4-qadam, agar arxiv hujjati kerak bo'lsa, tegishli arxivga so'rov yuboring. Arizada to'liq ism familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, o'sha vaqtdagi familiyangiz, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz va nima uchun ma'lumot kerakligi yoziladi. Masalan, pensiya qayta hisoblash uchun 1974-1990 yillardagi ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma so'rayman deb yozish mumkin. Qancha aniq yozsangiz, arxivga qidirish shuncha oson bo'ladi. 5-qadam. Barcha murojaatlarning nusxasini saqlang. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, javob kelgan xabarni saqlang. Arxiv javobini yo'qotib qo'ymang.
Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam bir marta hujjat topadi, keyin uyda yo'qotib qo'yadi, yana boshdan yuradi. Shuning uchun hujjatlarni suratga olib farzandingiz telefoniga ham yuborib qo'ying, lekin shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga e'tibor bering. 6-qadam. Pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, yangi miqdorni tekshiring. Sizga qancha qo'shildi? Qaysi sanadan qo'shildi? Oldingi davr uchun farq to'lanadimi yoki yo'qmi? Bularni so'rang. Agar tushunmasangiz, menga oddiy qilib yozib bering deb iltimos qiling. Fuqaro o'z pulining qanday hisoblanganini bilishga haqli. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qiling. Lekin shikoyat ham aniq bo'lishi kerak. Menga kam pensiya berilyapti degan umumiy gapdan ko'ra, falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan. Mana hujjatim. Qayta ko'rib chiqishni so'rayman degan murojaat kuchliroq bo'ladi. Hujjatga tayanib gapiring. 8-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi. Idoraga borishga qiynaladi yoki hujjat tilini tushunmaydi. Farzand sifatida siz ota-onangizning mehnat daftarchasini ko'rib bering. Pensiya miqdori qanday shakllanganini so'rab bering. Arxivga murojaat qilishda yordam bering. Ba'zan bir kunlik yordam ota-onangizga yillar davomida qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Men yana bir narsani qat'iy aytaman. Pensioner o'z haqini so'rasa, bu uyat emas. Davlat tomonidan belgilangan pensiya va imtiyozlar sadaqa emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, to'lagan badallari, jamiyatga qo'shgan hissasi natijasidir. Shuning uchun xijolat bo'laman. Borib nima qilaman? Baribir foydasi yo'q deb o'tirmang. Hamma narsa hujjat va qonun asosida hal bo'ladi. Bugungi juda yaxshi xabarning mazmuni shundan iborat. Pensionerlar o'z pensiyasini tekshirtirish, yetishmayotgan staj va hujjatlarni tiklash. Imtiyoz va ustamalarni aniqlashtirish, ayrim hollarda pensiyani qayta hisoblatish imkoniyatiga ega. Buning uchun vahima qilish kerak emas, lekin befarq bo'lish ham mumkin emas. Hujjatlaringizni yig'ing, mehnat daftarchangizni tekshiring, rasmiy idoraga murojaat qiling, arxiv ma'lumotlarini qidiring va har bir murojaatni yozma ravishda rasmiylashtiring. Men sizlarga ekspert sifatida shuni tavsiya qilaman. Bugunoq uyda hujjat papkangizni oching va kamida bir marta pensiya ishingizni tekshirtirish haqida o'ylang. Ayniqsa, eski ish joylaringiz bo'lsa, stajingiz to'liq kiritilganiga ishonchingiz komil bo'lmasa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari yetishmasa yoki pensiyangiz boshqalarnikiga nisbatan ancha kamdek tuyulsa, albatta harakat qiling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiyangiz kam hisoblangani, stajingiz kiritilmagan yoki arxivdan hujjat topib qayta hisoblashga erishganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Bu boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p inson o'z haqini vaqtida talab qila oladi.